Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. 2026-yil 16-aprel Jizzax viloyati Ordasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Masjidimizda bir qancha qurilish va obodonlashtirish ishlari bor. Xohlagan insonlar bo'lsa, mana masjidimizning manzili O'zbekiston musulmonlari idorasi Jizzax viloyati Ordasay tumani Bo'ston MFI mahalla fuqarolar yig'ini Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Mana bu masjidimizni mana obodonlashtirish va qurilish ishlari uchun ochilgan plastik karta raqam 5614 6820 0071 45 45 Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Murojaat uchun telefon raqam 99 893 323 0081. Mana shu telefon raqamiga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz mumkin. Masjidimizda bir qancha qurilish va obodonlashtirish ishlari bor. Hurmatli aka-ukalar, hozir ko'rsatgan plastik karta raqamga mablag' tomonidan qaratsangiz bo'ladi. Mana kuni kecha 15-aprel kuni shu masjidimizning oldi tomoniga uzun qilib 16 metrlik zinapoya qo'yamiz deb hashar uyushtirgan edik. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin shu mahalladosh aka-ukalarimizdan, ustalarimizdan juda qattiq ishladi va bir kunda bo'lib mana chiroyli qilib qo'yib berishdi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Mana shu ustalarga taom, yegulik pishirib kelgan xonadonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Hashar-oshi qilib kelgan ustalarga ham mana zinamiz mana shunday bir ajoyib shaklda quyildi, betonlab bir tekis chiroyli chiqdi. Endi bu yerlarni yig'ib supurib qo'ysak, namozga kelgan, jamoatga kelgan insonlar ibodatini qilib ketishadi. Agar bugun qotgan bo'lsa, apalavkalarni olamiz. Bo'lmasa ertaga juma kuni olamiz. Buguncha mana bu yerlarni tozalab chiroyli qilib qo'yishga harakat qilamiz. Masjidimizda mana yon tomonida binosi mavjud. Bu binomizda ham ozroq obodonlashtirish ishlari bor. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, bu binomizni mana tom qismi 20 yildan beri xizmat qilib, ancha shiferlari topib, chirib qolgan. Tom qismini noldan almashtirish kerak. Strapilar bormi, reyka bormi, shifer bormi? Patolog qismlar tushib ketgan bu binomizda. Xo'sh, patolog kerak, qilish kerak. Mana eshik, deraza kerak. Bir dona eshik kerak, 2 dona deraza kerak. Avvalroq akfa qo'ygan edik. Mana shunday do'stlar, endi harakat qilsak, mana shu masjidimizda yon tomonda joylashgan binomizda shu tom qismini o'xshatib qo'yar edik. Harakat qilaylik, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Mana shu binomizda ham hozirgi kunda foydalanib kelamiz. Uni ham chiroyli qilib o'xshatib qo'ysak, savoblik amal bo'ladi. Hozir mana bu yoqda yig'ib qo'ysak, tozalab. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Imkon bo'lsa, mana hozirgi masjidimizni obodonlashtirish karta raqamiga mablag' tomonidan qaratsangiz ham bo'ladi. Ishlarimiz ko'p. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.